Assalomu alaykum, Chatplace O'zbekiston foydalanuvchilari. Men sizlarni ikkinchi darsimizda, marafonimizning ikkinchi darsida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Esingizda bo'lsa, oldingi darsda Firdavs O'rinov sizlarga Chatplace dan ro'yxatdan o'tish va undan tashqari lead magnitlar tayyorlashni batafsil tushuntirgan edilar. Bugun sizlar bilan shu lead magnitlarga mos tushadigan va uchadigan Reelslar ssenariysini tayyorlashni o'rganamiz. Meni ismim Isroiljon Abdullayev. Shu vaqtgacha ekspertlarimga, ya'ni mijozlarimga 200 mingtadan oshiq obunachilarni Reelslar yordamida yig'ishga yordam berganman. Bugun sizlarga ham shunaqa natija olib keladigan kontentlar yozishni, ya'ni ssenariylar yozishni o'rgataman. Kuchli ssenariy, ya'ni uchadigan videolar 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib hook bo'ladi. Hook bu tomoshabinni videoni oxirigacha ko'rishga undaydigan instrument, ya'ni videoni boshida hook ishlatsangiz, tomoshabinni e'tiborini ushlab qoladi va videoni oxirigacha ko'rishga majbur qiladi. Hooklar asosan ikki xil bo'ladi. Biri vizual hook, ikkinchisi gapda gapiriladigan hooklar bo'ladi. Misol uchun, gapda gapiriladigan hooklardan savol qo'yiladigan hooklar bor. Ya'ni siz videoyingizda chiqasiz va gapirasiz. Misol uchun, sizning videolaringiz uchmayaptimi? Shu savolni beradigan bo'lsangiz, videolari uchmayotgan odamlar videoni oxirigacha ko'rishga majbur bo'ladi. Unga yana qo'shimcha qilsangiz bo'ladi. Sizning videolaringiz uchmayaptimi? Bu instrumentdan foydalansangiz, siz million prosmotr yig'ishingiz mumkin. Ya'ni siz hookda bu instrumentdan foydalansangiz deyapsiz, lekin qaysi instrumentligini aytmayapsiz. Qaysi instrumentligini bo'lsa, biz content qismida aytamiz. Undan tashqari hooklarning yana har xil turlari bor. Yana bir gapda gapiriladigan hook turi bu faktlar asosida qilinadigan hooklar bo'ladi. Misol uchun, har 10 tadan 7 ta odam aynan shu xatoga yo'l qo'yadi. Bu o'sha faktli hooklar hisoblanadi va yaxshi ishlaydi. Undan tashqari provokatsion hooklar bo'ladi. Misol uchun, Instagramda muvaffaqiyatli bo'lishni eng oddiy 3 usuli. Uchinchisini siz aniq bilmagansiz. Odamlar aynan shu 3-usulni bilish uchun videoni oxirigacha ko'radi. Udержание oshgani hisobiga sizning videolaringiz ko'proq rekomendatsiyaga chiqadi. Undan tashqari yana keng tarqalgan hooklar bor. Misol uchun storytelling bor. Storytellingda siz oldin sizda bo'lgan voqeani ommaga aytib berasiz. Misol uchun, aynan shu narsani to'g'rilab qo'ygandan keyin meni hayotim o'zgardi. Siz bu yerda nima bo'lgan oldin sizning hayotingizda va hozir nima qildingiz va nima bo'ldi? Shuni aytib berasiz. Lekin bizga asosan call to action kerak bo'ladi. Ya'ni obunachi yig'ishimiz uchun call to action kerak bo'ladi. Hookga ham shu call to actionga moslab tuzishingiz kerak bo'ladi. Call to action yaxshi ishlashi uchun siz content qismida tomoshabinga go'shtli ma'lumot berishingiz kerak. Ya'ni siz content qismida tomoshabinga go'shtli ma'lumot berasiz va uni ishonchini oshirganingizdan keyin u sizga ishonadi va misol uchun kommentariyaga biror so'zni qoldir desangiz, u albatta qoldiradi. Content qismini asosan o'zingiz yozasiz, o'sha aytgandek go'shtli ma'lumot berasiz. Xo'p, hookni biz aniqladik, contentni aniqladik. Endi bizga eng kerakligi, natija olishimizga eng kerakli bo'ladigan narsa bu call to action. Call to actionni o'sha biz birinchi darsda ko'rib chiqqanimizdek lead magnitga yo'naltirishimiz kerak. Misol uchun, siz hookda odamni e'tiborini ushlab qolish uchun Instagramda misol uchun sizning videolaringiz uchmayaptimi degan hookdan foydalandingiz. Keyin o'rtada buni sababini aytdingiz. Misol uchun mana siz har kuni Reels joylaysiz, lekin joylagan Reelslaringiz umuman prosmotr yig'mayaptimi? Hook qismida aynan shu hookdan foydalansanglar, katta ehtimol bilan prosmotr yig'mayotgan odamlar sizlarning videolarni oxirigacha ko'radi. Content qismiga bo'lsa, nimaga prosmotr yig'mayotganini qisqacha qilib aytib ketasiz. Misol uchun, birinchi bo'lib xunuk vizual deysiz, to'g'ri tanlamagan hook deysiz. Mana hozir tushuntirganimdek. Uchinchisi bo'lsa, umuman qiymat berilmayapti, ya'ni qiymat berilmagani uchun tomoshabin videoni oxirigacha ko'rmayapti deysiz. Keyin bo'lsa, aynan shu muammoga yechim beradigan sizda qanaqadir qo'llanma yoki darslik bo'lsa yoki konsultatsiyangiz bo'lsa, shuni call to action yordamida berasiz. Call to actionni ham shu Chatplace'ga moslab tanlaymiz. Kelinglar endi sizlar bilan shu hook, content va call to actiondan foydalanib aniq bitta ssenariy yozib olamiz. Siz qancha video joylaysiz ham, sizning videolaringiz umuman uchmayapti. Bunga sabab bo'lsa, bo'ldi. Bu yoqda perexod bo'ladi va content qismiga aytamiz buni sababini. Misol uchun, sizni to'g'ri tanlamagan hook, tomoshabinga to'g'ri qiymat bermayapsiz, ya'ni qiymatli narsa bermayapsiz. Uchinchisi bo'lsa, sizda xunuk vizual. Hookga aytdik, content qismini aytdik, endi bunga call to actionni ulaymiz. Aynan shu muammolarga yechim berish uchun men sizga o'zimni bepul darsligimni taqdim qilmoqchiman. Uni olish uchun kommentariyaga darslik yozib qoldiring. Ko'ryapsizmi? Hookda odamning e'tiborini ushladik, content qismida sabablarni aytdik va biz o'zimizga ishonchni orttirdik. Endi call to actionda bizani darsligimizga uni yo'naltiramiz. Yo'naltirganda ham Chatplace yordamida
kommentariy yozishga undaymiz va kommentariyaga direktdan Chatplace o'zi sizni o'rningizga javob beradi. Obunani tekshiradi. Obunani tekshirgandan keyin obuna bo'lgan odamga o'sha darsligingizga havolani tashlab beradi. Aynan shu usul bilan men ingliz tili o'qituvchisiga 50 mingdan oshiq obunachini birgina Reels yordamida yig'ib berganman. Undan tashqari o'zimni bitta Reelsimda 15 mingta, undan tashqari 8 mingta obunachilar shu Reelslar yordamida kelgan. O'sha aytib o'tgandek, umumiy ekspertlarimga shu 1 yil ichida 200 mingdan oshiq obunachilar faqatgina Reelslar yordamida targetlarsiz yig'ib berganman. Xuddi shu o'rgatganimdek bitta ssenariy tuzasiz. O'sha ssenariyni mana pastdagi botga, ya'ni opisaniyadagi botga yuborasiz. O'sha pastda qoldirilgan kalit so'z bilan birga yuborasiz. Undan keyin biz uni tekshirib chiqib, o'sha zadaniyani qilganingiz uchun sizga ball beramiz. Undan tashqari hali bizning 3-darsimiz bor. Bu 3-dars sizlar bilan syomka va montajni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bugun yozilgan ssenariyga syomka va montaj qilamiz. Qanaqa qilib to'g'ri syomka qilishni, qanaqa montaj qilishni hammasini ko'rib chiqamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.